PUBG'da miyasi qisib oldimi deyman, 3 kundan beri Levik o'ynayotgan bo'lsam, faqat afg'onlar bilan tushiryapti. To'g'ri bular o'zbeklarga qaraganda anchagina bot ekan, lekin ping ko'tarib ketaverib, vobshim yuragida siqib qo'ydi. Hozir ham pastda 60 masa turgani bilan o'zimni xuddiki 300 ping o'ynayotganini his qilyapman. Lekin xavotir olmanglar, bunaqangi mayda-chuda narsalar jijimani to'xtatib qola olmaydi. Hattoki dimdi ichida o'tirsa ham yuragini sug'urib qo'yaman. Mana endi situatsiya qizigandan qiziyapti. Betimni ko'timga yopishtirib qo'yishmasanglar bo'ldi. Ko'ryapsizlar, dushmanlarim nafas olishimga ham yo'l qo'yishmayapti. Demak, qurt bosgan miyamizni ishlatgan holda harakat qilamiz. O'rganib olinglar, bu taktika yotib o'tar cho'yachan deb nomlanadi. Oradan 5 minut o'tgandan keyin yana bitta shayton beylarda skvatni bostirib keldi. Ularni ham yopishga harakat qilaman, lekin va'da bermayman. Chunki kacho'beylarimiz o'zbek ekan. Ammo lekin qo'limga tushgan har baloda otyapman. Olovmi, granatami farqi yo'q. Lekin shunda ham kacho'beylar o'lishmayapti. Uchalasi 3 xil teshikka bekib olgan. Yo otishga qo'yishmayapti, yo o'lgani. Chota bu safar biz o'lamiz shekilli. Aytganimdek bo'ldi. Kacho'beylar janimni chiqarib qo'yishdi. Lekin nimaga kulak yurdikim, vobshim tushunmadim. Qamayli, jijimelar bilan tortishib o'tirmaymiz. Agar sizlarga ishonchli akkon savdo kerak bo'lsa, albatta diktator mini selda tavsiya qilaman. Chunki akkauntlar arzon va eng muhimi sifatli xizmat. Shuning uchun ham ikkilanib o'tirmasdan bemalol biyomda turgan silka orqali o'tib olishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bilan pastga ham kalla qo'yib ketishni unutmang.